Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Ukraina va Rossiya urushidagi eng katta figuralardan biri Chechenistonning Ahmad guruh qo'mondoni Abdu Alavdinov agar Rossiya rahbariyati shunday qaror qilsa, Eronga borish va AQSh va Isroilning hujumlarini quruqlikda qaytarish kerak bo'lsa, men yordamga hozir ketishga tayyorman deydi o'z internet tarmog'iga joylagan videosida Abdu Alavdinov. Abdu Alavdinovning so'zlariga ko'ra, Moskva Eronga Dajjal armiyasini oldinga siljishini to'xtatish uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etish kerak deydi o'z intervyusida Abdu Alavdinov. Chechenistonning mashhur qo'mondoni Abdu Alavdinovning ushbu video murojaati internet olamini tom ma'noda portlatib yubordi desak ham bo'ladi. Chechenistonning hamda Ramzan Qodirovning eng ishongan qo'mondoni Abdu Alavdinov haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Kanalga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Qatar Eron zarbalari sababli suyultirilgan tabiiy gaz ishlab chiqarishni to'liq to'xtatmoqchi. Xabar beruvchi manba Reuters. Vaholanki Qatar dunyoning eng yirik suyultirilgan gaz ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Qatar haqiqatan ham Eron zarbalari tufayli suyultirilgan gaz ishlab chiqarishni to'xtatsa, dunyoda gaz narxi ancha ko'tarilib ketib, bu ancha global iqtisodiy muammoga aylanishi mumkin do'stlar. Yangi xabar do'stlar, Qo'shma Shtatlar prezidenti Politico nashriga bergan o'z intervyusida men Eronni 2026-yilda Qo'shma Shtatlarda bo'lib o'tuvchi jahon chempionatida qatnashishi yoki qatnashmasligi haqida bunga unchalik ahamiyat bermayman deb o'z so'zini yakunlagan Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump. Avvalroq esa Eronning mashhur hujumchilaridan biri Inter sobiq futbolchisi Mehdi Tarimi o'z futbolchilik faoliyatini yakunlab, Eron armiyasiga qo'shilish niyatida ekanligini ma'lum qilgan edi. Undan ham avvalroq esa Eron milliy terma jamoasi Qo'shma Shtatlarda bo'lib o'tuvchi jahon chempionatida ishtirok etmasligi haqida ham xabarlar tarqalgan edi do'stlar. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trampning ushbu fikridan so'ng mening shaxsiy fikrim, Eron milliy terma jamoasining fikri hech qanday o'zgarmaydi va Eron jahon chempionatida qatnashmaydi do'stlar.